bu yerda Ramzon suvining olinish jarayoni. Ajoyib texnologiya. Shunaqangi chiqar ekan. Bu ham nima deydi, yaxshi narsa ekan. Qo'l barmog'ida tekkirilsa, suv chiqar ekan. Shunaqa qo'lni qo'yib yuborsa, shundan keyin o'char ekan. Barmog'i mana tekkizib turilibdi. Suv chiqyapti. Hozir iloji bo'lsa o'zim ham olib yana ko'rsatib ko'raman. Niyatlik Ramazon suvi ichamiz. Allohimga hamd sanolar bo'lsin.